Namazda o'qilayotgan oyat va zikrlarning ma'nosini tafakkur qilish va shu oyatlarga inkas qaytirish. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Şeyh Muhammad Salih al-Munajjid hafizahullohning namazda xushu hosil qilishning 33 çaresi namlı risalesinden birinci bölüm namazda xuşu hasıl kılıdığan ve onu küçeytidiğan amillardan dörtüncüsü okuyumuz inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Namazda xuşu hasıl kılıdığan ve onu küçeytidiğan amillardan dörtüncüsü namazda okulayotgan ayet ve zikirlerinin ma'nosini tefekkür qilish ve şu ayetlerge inkas qaytirish. Kur'an tefekkür qilinish uchun nazil qilingan. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq degan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kitabun enzellahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Tercümesi: Bu ulanın ayetlerini tefekkür kılışları üçün, akıl egillerinin ve nasihat elişleri üçün biz sana nazil kıygan mübarek kitaptır. Sure Sad 29. ayet. Kişi özü okuvatkan ayetler hakkında tefekkür yürgüzeleş ve şu ayetlerden tesirlenip yığılayalaş üçün çokum ayetlerinin ma'nisinden muayyen derecede haberdar buluş gerek. Allah subhanahu ve teala şundaq degen. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Tercümesi: Ulağa Rabbinin ayetleri bilen vazi nasihat kılınsa, gaz kör bolup almaydı. Sure Furqan 73. ayet. Şunun için Kur'an'ın tefsirini ügünüş intahim mühim. İmam Cerir rahimahullah şundaq degen. Kur'an'ni onunda nime deyilayotganligini bilmesden okuydiganlarga hayranman. Ular qandaqmı onundan huzur alalaydı? Mahmud Shakir Tefsir Tabari muqaddimesi. Şunlaşqa Kur'an okuğuchilar Kur'an okuganda Kur'an-ı Kerim tefsiriga müracaat qilish kerak. Ayetning ma'nolari haqida tefekkür qilishga turtki bo'ladigan usullardan yana biri ayetlarni takrorlashdir. Chunki bundaq qilish shu kishini ayetning ma'nolari haqida cho'nqur o'ylanish imkoniyatiga ega qiladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shundaq qiladi. Ya'ni namozda ayetlarni takror o'qiydi. Rivoyat qilinishicha Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kechada bir ayetni tekrarlab chiqqan. Bu ayet İn tu'azzibhum fe innahum ibaduk ve in tagfir lahum fe inneke entel azizul hakim. Tercümesi: Eğer ulağa azap qıysan, ula senin bendilerindir. Ulanı halıqınınca tasarruf qilsan. Sana hiç ahadi taarruz qılalmaydı. Eğer ulağa, yani ulanın içindeki tövbe qıyğanlarga mağfiret qıysan, sen mutlaq g'olib, hikmet bilen iş qılğuchudursan. Sure Maide 118. ayet idi. Bu haqdaki hadisni İmam İbn Huzeyme 1'de 271 ve İmam Ahmed 5'te 149. numaralıqda toplagan.
Rasululloh alayhissalatu vassalamning namozining sifati 102 bet. Oyatning ma'nolari haqida tafakkur qilishga turtki bo'ladigan usullardan yana biri oyatlarga inkos qaytarishdir. Hudayfa radhiyallohu anhu shundoq degan: Men bir kechada Rasululloh alayhissalatu vassalam bilan birga namoz o'qidim. U uzun qiroat qildi. U tasbih aytish to'g'risidagi bir oyatni o'qisa, Subhanalloh deydi. Agar u Allohga sig'inib panoh tilash to'g'risidagi oyatni o'qisa, Allohga sig'inib panoh tilaydi. İmam Muslim to'plagan 772 hadis. Yana bir rivoyatga ko'ra Hudayfa radhiyallohu anhu shundoq degan: Men Rasululloh alayhissalatu vassalam bilan birga namoz o'qidim. Agar u rahmat to'g'risidagi bir oyatni o'qisa, Allohning rahmatini tilaydi. Agar u jazo to'g'risidagi oyatni o'qisa, Allohga sig'inib panoh tilaydi. Agar u tasbih aytish to'g'risidagi bir oyatni o'qisa, Subhanalloh deydi. Ta'zim qadri sola 1:327. Bu hadisda tilga ilingan namoz tahajjud namozidir. Sahabelerden biri, yani Qatada ibn Nu'man radıyallahu anhu keçide tahajjud namazı okup Qul huvallahu ahad'tin başka sure okumay, aşu sureni tekrar okugan. Sahihul Bukhari, Fathul Bari 959, İmam Ahmed 343. Sa'id ibn Ubayd at-Tai shundoq degan: Men Sa'id ibn Jubayrning Ramazonda kishilarga imom bo'lib namoz o'qib, الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Tercümesi: Ula uzak kalmay inkar qilganlıqlarının akıbetini bilidu. U çağda, yani devzak kirgende ulanın boyunları da takakla ve zincirle buludu. Ula kaynak suğa sörep kirilidi. Andın ot köydürlüdü. Sure Gafir 70, 71, 72. ayetler. Digen ayetini tekrarlaganlıqını anladım. Qasim şundaq degan: Men Sa'id ibn Jubayrning tahajjud namozi o'qib, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. tercümesi: Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglar ki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan her kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Sura Baqara 281 oyatni o'qiganligini va uni 20 qitim takrorlaganligini ko'rdim. Qays qabilasidan Abu Abdullah degan kunyasi bilan tanilgan kishi shundoq degan: Biz bir kechada Hasan al-Basri bilan birga edik. U tahajjud namozi o'qish uchun turdi va toki tong otqicha وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. tercümesi:
Agar Allohning ne'matlarini sanasanglar, ularni sanab tugatolmaysizlar. Sura İbrahim 34-oyat degan oyatni takrorlab chiqdi. Tong otganda biz uningga: "Ey Abu Said, sen kechicha mushu bir oyatni o'qib chiqding" dedik. U: "Men uningdan nurg'un narsa o'rganib oldim. Men shu oyat sabablik har qanday narsaga qarasam, uningda bir ne'matni ko'raman. Lekin Allohning biz bilmaydigan ne'matlari texmi kattadir" dedi. İmam Qurtubi At-Tazkar 125-bet. Harun ibn Rabab al-Usaydi kechalari qopib tahajjud namozi o'qiydi ve ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Tercümesi: Ula kaşki dünyaya qaytırılsak idik, Rabbimizning oyatlarini inkar qilmaydik ve mu'minlardan bo'latdik deydi. Sura An'am 27-oyat. Degan oyatni tong otqicha takrorlaydi. Oyatlarning ma'nolari haqida tafakkur yurgizishga turtki bo'ladigan usullardan yana biri namozning turli bo'laklarida o'qiladigan Qur'on oyatlarini va xilma-xil zikrlarni yodlashdir. Bunda qilganda kishi oyat zikrlarni o'qiganda uning ma'nosi haqida o'ylana oladi. Shunisi shaksizki, oyatlarning ma'nosi haqida o'ylanish, oyatlarni takror o'qish va oyatlarga inkas qaytirish xushu'ni kuchaytiradigan eng unumli vositalardandir. Allah subhanahu va taala bu haqda shunday degan: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Tercümesi: Ula yığılgan halda secde qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ula Allohga texmu tazarru qiladi. Sura İsra 109-oyat. Tuvandagi hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xushusining qanchalik kuchlikligini va oyatlarni tafakkur qilishning qanchalik zarur ekanligini ko'rsatdi. Ata shunday deydi: Ubayd ibn Umayr ikkimiz Ayşe radıyallahu anhaning yeniga kirdik ve İbn Umayr uningga: "Sizlar bizga Rasululloh alayhissalatu vassalamdan ko'rgan eng hayron qolarlik ishni so'zlab bergan bo'lsalar" dedi. Ayşe radıyallahu anha buni anglab yig'ildi ve shunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kechada o'rnidan turib: "Ey Ayşe, meni Rabbimga ibodat qilg'ili qo'ygin" dedi. Men: "Allah bilan qasamki, men sana yaqin turishni, shundaqla seni xushal qilishni yaxshi ko'raman" dedim. Shuning bilan u o'rnidan turib tahorat oldi va namozga turdi. Andin yutillari ho'l bo'lg'idek yig'ildi. Taki u yig'laverib, yermi ho'l bo'lib ketdi. Bilal kelib uningga namoz vaqti kirganligini aytdi va uning yig'layotganligini ko'rib: "Ya Rasululloh, Allah sening o'tmishdagi va kelgusidagi gunohlaringni mag'firat qilib o'tgan tursa, sen yana yig'layotamsan" dedi. Rasululloh alayhissalatu vassalam: "Men shukrchan banda bo'lmamdim. Bu kecha menga ba'zi oyatlar nozil qilindi. Uni o'qib, ma'nosi haqida tafakkur yurgizmaganlarning holiga voy.
İmam İbn Hibban toplagan. Şeyh Albani silsilatus sahiha 68. hadisde bu hadisning isnadi jayyid degan. İzahat. Bu yerdeki nazil kılıngan ayet Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran 190. ayeti göz tutilgan. İzahat tugidi. Ayetki inkas qaytarışning misallaridan biri Sure Fatiha'dan keyin amin deyishdir. Shundaqla bundaq qilgan kishi katta savobga erishadi. Rasululloh alayhissalatu vassalam shundaq degan. İmam amin desa, sizlarmu amin denglar. Chunki kimning amin deyishi farishtalarning amin deyishiga udul kelsa, onun o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi. Sahihul Buxoriy 747 hadis. Bu haqdagi yana bir misol shuki, İmam Sami'allahu liman hamida tercümesi Allah uni madhiyligini, yani onun madhiyasini anladı degende cemaat Rabbena lekel hamd tercümesi Rabbimiz hamd sana xostur deyish kerak. Bunda qilg'uchimu katta savobga erishadi. Rifa'a ibn Rafi Rizqi radiyallahu anhu shundaq deydi. Bir kuni biz Rasululloh alayhissalatu vassalamning orqasida namoz o'qib o'tirdik. U beshini ko'targanda Sami'allohu liman hamida tercümesi Allah onu madhiyligini, yani onun madhisini anladı dedi. Onun arkasındaki bir kişi Rabbena ve lekel hamda hamden kethiren tayyiben mübareken fih tercümesi Rabbimiz köp, pak ve mübarek hamd ile sana xostur dedi. Rasululloh aleyhissalatu vassalam namozni o'qib bo'lgandan keyin boya gap qilgan kim deb so'radi. Ayol kishi men dedi. Rasululloh aleyhissalatu vassalam men 30 necha farishtaning avval shu so'zni xotirlayverish uchun yugurishganligini ko'rdim dedi. Sahihul Buxoriy Fathul Bari 284. Elhamdülillah, yuqorida namazda xushu hosil qilishning 33 chorasidan namazda o'qilayotgan oyat va zikrlarning ma'nosini tafakkur qilish va shu oyatlarga inkas qaytarish temasida Qur'on va Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan dalillarni angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.